Jigarning qon to'liqlash va ko'zga bo'lgan foydasi nihoyat yaxshi. Shunga biz bugun oilada alomat o'xshaydigan kebab ta'mlik jigar qo'rimiz qilishni o'rganamiz. Qilish usulimiz nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz o'rgana olasiz. Hamma o'rganish boshlaylik ketdik. Avval 15 ga sezilib ekelgan jigarni suratdagidek men musholatda nihoyat nefis qilib to'g'rab olamiz. Ondan ustiga suv quyib, asti-ustini to'liq aralashtirib yuvib, qon miqdorini faqiz chiqaramiz. Ondan mush qo'rimning linxunsi bo'lgan qo'yning quyruq maydini az miqdorda to'g'rab tayyor qilib olib, keynida meni tayyorlig'idan bo'lsa, ko'k qizil laza va piyoz buning shaklini o'zimizning yoqtirish bo'yicha to'g'rab olsak bo'ldi. Mana shu lazni yeyishni yoqtirmaydigan tuqqanlar buningdan boshqa chingsa yoki va boshqa o't yashlan ishlatsanlar bo'ladi. Buning roli bo'lsa qo'rimning rangini chiroyli ko'rkam chiqarish uchun material tutaymiz qorish boshlab ketaydi. Qozonga xamashani Ispaniyadan import qilib 100% saf palat ishlab chiqarilgan Alnorining zaytun maydi muvofiq miqdorda qo'yib, may normal qizig'anda quyruq mayni selib, bir nechini qo'ritibla orqadan jigarni solamiz. Ondan jigarning g'ayri puruqini yo'qotish uchun 10 ta kebab uchun 2 ta kesgan laza va bir qoshiq atrofi tuz selib, birdan qo'rib, bir xil mizligi chiqqanda bir qoshiq zira, bir qoshiq uvoq laza va az miqdorda kebab uchun selib o'tning besimini yuqori qilib davomli 7-8 ni aralashtirib qo'yibla, oldin to'rab tayyor qilib olgan piyoz, ko'k qizil lazlarni selib, yana davomli to'xtamay aralashtirib qo'rib, zir bilan kebabchining bir xil dimoqni yog'idek shundoq mizligida chiqadi. Bu vaqtda tahziga olamiz, ondan nonni qatag'ilib yesakmi yoki mushbat yesakmi nihoyat o'xshaydi. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy ruh tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini bersa, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, bundan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar soni ko'rishaylik, xayr xo'sh.